Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Men Abdullayeva Muslima Ahadovna, Buxoro davlat tibbiyot instituti patologik fiziologiya va patologik anatomiya kafedra mudiri, tibbiyot fanlari doktori, dotsent. Salom jigar. Assalomu alaykum Muslima Ahadovna. Bugun sizlarga jigar patofiziologiyasi haqida gapirmoqchiman. Asosan jigar patofiziologiyasidan jigarning hujayra yetishmovchiligi asoratlari haqida gapirmoqchiman. Nima uchun men bu mavzuni tanladim? Har doim talabalarimga ma'ruza o'qiganda, jigar haqida gapirganda men ularga doimiy bir hayotiy misolni aytaman. Bu nima degani? Bu masalan sizni otangiz, onangiz, oilangizda aka-ukalaringiz bor. Ana shu aka-ukalaringiz doimo bizlarni o'zbek xalqimizda oddiy tilda aytilganda dehqonchasiga xalq tilida jigaring deydi. Nima uchun bunaqa deyiladi? Chunki sizni ana shu jigar degan bizni a'zomiz parenximatoz bez a'zo bo'lsa, u katta bioximik laboratoriya bo'lib 1,5 kilo massaga ega bo'lib, undan tashqari jigarda surunkali yallig'lanish prosesslari, surunkali kechadigan har xil asoratlar kuzatilganda ham jigar 1% hujayrasi tirik qolguncha o'z faoliyatini bajaraveradi. Shuning uchun sizni aka-ukangiz bironta masalan boshingizga musibat tushsa, kasal bo'lsangiz, noxos ishingiz yurishmay qolsa ham, ular sizga jigaringiz bo'lib yordam beradi. Sizni demak tashlab qo'ymaydi. Shuning uchun jigar deb aytamiz. O'sha uchun sizni jigaringiz hisoblanadi. Shu jigar ham demak toq a'zo bo'lsa, u vafodor a'zo. Sodiq a'zo, inson organizmi uchun sodiq a'zo. Demak, jigar hujayra yetishmovchiligini biz gapirganimizda, albatta demak biz o'sha birta mifni demak ko'z oldimizga keltirishimiz kerak. Chunki jigar a'zosi demak miflarda aytib o'tilganki, har kuni burgut kelib uni cho'qar ekan. Shu jigarni va cho'qib ketganda albatta u ehtimoli borki, me'da osti bezni ham zararlangan bo'lishi mumkin. Demak, jigar patofiziologiyasini gapirganda biz albatta me'da osti haqidan bir ozgina bo'lsam yo'llanma berishimiz kerak. Me'da osti biz bilamizki, bu oshqozon ostida joylashgan katta demak bez, u o'z navbatida demak 12 barmoqli ichakka sfinkter odiga demak o'z shirasini ajratadi va bundan tashqari me'da osti bezining har xil demak fermentlari bor. Ularni biz bilamiz demak amilaza, lipaza, fosfolipaza, karboksilifaza va tripsin, esteraza, hemotripsin kabi demak bir nechta demak fermentlardan iboratdir. Undan tashqari biz bilamizki, demak oshqozon osti bezining yallig'lanish kasalliklarini biz pankreatit deymiz va ularda har xil demak kasalliklar demak tosh surunkali yallig'lanish bo'lishi mumkin, o'tkir yallig'lanish mumkin. Undan tashqari oshqozon osti bezining yallig'lanish kasalligida yana bitta men eng asosiy nimani aytishim kerak. Klinik belginiki, bu belgi boshqa demak o'sha oshqozon ichak traktida, qorin bo'shlig'ida joylashgan a'zolardagi og'riqqa nisbatan oshqozon osti bezidagi yallig'lanish u demak tasmasimon og'riq xarakterga ega. Chunki u yerda oshqozon osti bezi yallig'lansa, demak bu yerda bu nima quyosh chigalini bosadi.